Tursunboy Tursunoy. 77 yoshdaman. Vaqtlarda judayam holsizlanib qoldim. Lekin men o'yladimki, ha, endi sekin harakatimni qilishim kerak ekan deb. Lekin bir mahal kelinimiz telefon qilib qoldilar menga. Saidaxon Iskandarovna. Otajon, bir yaxshi kompaniyani, yaxshi mahsulotlari bor ekan. Bir tanish tezchi ofisimizga kelib dedilar. Mana aytdim, voy, qanaqa kompaniya ekan? Men ko'p kompaniyalardan olganman mahsulotlarini, uncha foyda ko'rmaganman. Yo'q, xolajon, kelavering dedilar. Keyin gaplashdik, uchrashdik, ofisga bordim. Undan keyin prezentatsiyaga taklif qildi Saidaxon. Bu yoqqa prezentatsiyaga keldim. Dorilarni keyin olib, mahsulotlarni ichishni boshladim. 2 oyda ichida ancha quvvatga kirdim. Mana uyda faqat yotar edim. Bolalar ovqatini tayyorlab berishardi, yedirishardi, ichirishib bo'ldi. Boshqa hech qanday xizmat qilmasdim. Mana shu 2 oyda ichida quvvatga kirib, 6 soat, 7 soat oshxonada bolalarimga ovqat tayyorlayman. Mana shu mana nevaralarim hammasi universitetlarda o'qishadi. Ertaman ketishadi, kechqurun kelishadi. Hech ham charchamasdan bolalarimga oziq-ovqatlarni tayyorlab, ularda uy ishiga katta yordam beryapman. Mana shu kompaniyani O'zbekistonga kiritgan, o'zbek xalqimizni sog'lig'ini yaxshilash uchun men shunday deb o'yladim. Birinchi navbatda O'zbekiston xalqimizni sog'lig'ini yaxshilash va xalqimizni umrlarini uzaytirish maqsadida kiritilgan.